un, syurkadan chiqarilgan margarin yoki sariyog'ni solib uqalab olamiz. Razrixli sil, choynak soda solib aralashtiramiz. Limon sedrasi, limon suvi, tuxum sarig'i, shakarni solib xamir qoramiz. Xamirimiz mo'rtroq bo'ladi. Gaz listiga xamirimizni yoyib olamiz va chetlaridan bortiklarini ko'tarib olamiz. Endi nachinka tayyorlaymiz. Bizga tvorog kerak bo'ladi. Tvorogga shakar, limon sedrasi, tuxumni solamiz va aralashtiramiz. Xamirimiz ustidan silliqqina qilib yoyib olib, duxovkaga qotirish uchun yuboramiz. Tuxum oqini ko'pirtiramiz. Qotgandan keyin oz-ozdan shakar solib, yana ko'pirtirishda davom etamiz. Limon tomchisini solib, yana ko'pirtiramiz. Massamiz qattiqqina bo'ladi. Qotib olgan massamiz ustidan xohlagan shaklda gullarimizni siqib chiqarib, duxovkaga yuboramiz. Yoqimli ishtaha. Assalomu alaykum muslimalarim, antiqa pechenka tayyorlaymiz. Buning uchun tuxum, shakar, qatiq, xona haroratda eritilgan margarinni solib, yaxshilab mikser qilib olamiz. Razrixli sil, saxarning pudri, un solib, o'rtacha yumshoqlikda xamir qorib olamiz. Qorgan xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz va tindirishga yuboramiz. Bitta bo'lagini kattaroq, qolganlarini maydaroq qilib, 5 ta, ya'ni jami 6 ta bo'lakka bo'lib olamiz. Har bitta bo'lagimizni videoda ko'rsatilgan uslubda yoyib olamiz. Hamma bo'laklarimizni kakaoga bulab chiqamiz. Kattaroq olib qo'ygan bo'lagimizni to'rtburchak ko'rinishda yoyib olib, uzunchoq ko'rinishda kakaoli massalarimizni joylab, ustidan kakaosiz xamirimizni o'rab olamiz va yana ustidan kakaoga belab, strechga o'rab, xolodilnikka qotirish uchun olib qo'yamiz. Kolbasalarimiz qotib oldi. Endi dumaloq ko'rinishda kesib olamiz. Kesgan bo'laklarimizni gaz listiga qo'yib, pishirishga yuboramiz. Juda ham mazali, ajoyib pechenka bo'ladi. Tayyorlab ko'ring.